Assalomu alaykum xalqim. Bugun kechki salom hammasi uyda to'y bo'lsin deb to'y bo'lib, hamma xalqimni sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlarning xizmatingizdan charchamaymiz. Bir yangiligimiz bor. 1,5 yildan beri meni ishga shef bo'g'im bor, qizlarim meni istaydi. 1,5 yildan beri. So'g'an men saqina oldim, oltin podarka bugun tug'ilgan kuni. Kollektivima dasturxon tuzib, men tug'ilgan kun o'tkazyapmiz. Qaraqalpa akaning katta jigitlari sot sestraning tug'ilgan kuni bir qo'shiq aytib beramiz deb kelib turibdi. Qaraqalpa aka, sizlarni yaxshi ko'ramiz, to'y qilib keling. Ketdik. Senin doğan günün, gördüğün soğuk deneyimi. Var. Her gün bir taraflar, gözün çuvak görür, o lafı aman gönlüme, aman gönlüme, canım kapın neyime, aşağıdan sorun kalsın. Yo, kollektivim sizlarga rahmet. Mineki bugün tug'ilgan kun bo'ladi. Biz 1,5 yildan beri shef bo'ldim, qizlarim men xizmetimda yuribdi, xalqning xizmetimda charchamay. Mineki saqina oldim, oltin tug'ilgan kunda shef bo'laman. Sağ olun. Adamlar yaşasa katlaymaydı. Haydi. Haydi. Adamlar yaşasa katlaymaydı. Toy palo! Hadi! Hürmetli halkım, mineki dasturxon tuzib qo'ygan kollektivim bor. Bayram bugun hammaga. Dasturxonga marhamat. Keling, hammaga. Mineki shunday tug'ilgan kunlar berib turamiz, hammamiz uyda to'y bo'lsin, Xudoyim sizlarning orqangizdan bari. To'y bo'lib charchamaydi. Rahmat sizlarga.